Mana navbatdagi dakan xo'rozlar uchun katagimiz bitdi. Bugun 16 fevral 2026-yil. Juda chiroyli chiqdi. Razmeri uzunligi 2 metr, eniga 1 metr, balandligi 1.90. Katagimizni tanishtirib o'tamiz. Siz esa videoga bittadan like, bittadan komment yozib qo'yasiz degan umiddamiz. Katagimizni yon qismlariga yuzbiylarni qo'yib qo'yganmiz. Baquvvat, chiroyli chiqdi juda ham. Oldi reykalari har doimgidek shilpovka qilib laklab qo'yganmiz. Katagimiz ichi ham mana keng holatda va svet montajlari hamma xonasiga o'rnatib o'tilgan. Doniga, suviga joylarini qo'yib ketilgan. Har bir xonasida svet montajlari bor. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekran ostidagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Qiziqqan do'stlaringga jo'natib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi.